Shu befarzandlarning haqqiga bitta duo qilib bersangiz. Ilohim ser farzand, ser davlat bo'lsin ilohim. Bolalarni ko'paytirib, uylar bozor bo'lsin ilohim. Sog' salomat yurishsin. Ser farzand, ser davlat. Nima niyat qilsa, niyatlar Alloh beradi. Xudo xolasa inshaalloh mana shu kunlarda Xudo xolasa yangiliklar eshitasiz. Allohim sog' bo'ling, ilohim duolaringiz ijobat bo'lsin. Mana hozircha bir o'ylanib o'tirib joningiz. Salomat bo'ling xola. Buni-ta xola xalq bilan birlashib qildik. Ko'pchilik pul berdi. Yuzda sahobga qolibsizlar mana. Bunga-ta befarzandlar ehson qildi, duo qildi, farzand bersin Xudo deyishdi. Mushkuli bolalar bor, qarzdorlar bor, kasallar bor. Ehson qilib shu yosh ulug'larimizdan duo beringlar deyishgan. Shularga bitta duo qilib berasiz endi. Amin. Qanjonlari sog' bo'lsin ilohim. Bizni mashina aql yo'q qilyapti. Alloh ular yo'q. Birlariga min bersin. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Qanjonlari sog' bo'lsin. Birlariga min ber. Doim sog'i salomat. Do'stlar ham shular qatori. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling sizlar. Nogironligingiz bormi? Oyog'ingiz og'rirkanda bo'l. Ha? Masjidga ketiyorum. Xudo shifo bersin, mayli. Ajri bor. Mana bir xilda terilgani. Jonlari sog' bo'lsin. Bizga ehson qilganlarni ishlari ruzisi kasb-korlariga Alloh barakotini bersin. Alloh farzand ko'rmaganlar farzandli bo'lsin. O'zi najot bersin. Allohim qizlarga najot, bolalari yo'q bo'lganlariga farzand bersin. Allohim o'zlaridan ko'payib yursin, hojilarga borsin. Allohim niyatlari yetsin. Allohim kasb-korlariga Allohim barakotini bersin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan. Qarzi borlarga najot bersin. Allohim hojilarga borsin. Musofirlarga, yurtlarda yurganlarga tan joni sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin, tashqi yo'q bo'lsin. Allohim kasb-korlariga Allohim barakotini bersin. Ta'sirlanib turiblar. Bitta qo'shni oilaviy umraga borib ketdi. Keyin bizni ham chaqirsin deb o'zi endi yig'lab turiblar. Borasiz Xudo xolasa. Umraga borgingiz kelib yig'ladingizmi? Xo'jayingiz bormi? Yo'q, yo'q. O'zingiz? Bir dona qizlar bor, turmushga berib yuborgan. Qiz kelib ketib turadi. Endi obunachilar bor, kuzatuvchilar, ba'talar umra hadya qilsa borib kelasizmi? Boraverasiz, Xudo xolasa. Chiqadi umraga olib beraman deganlar, saxovat pesh insonlar ko'p. Umra padarka qilib yuborsa, kelib Xudo xolasa. Hech narsa basda Xudo chaqiraman desa, kim sabab qilishini bilmaymiz. Borib haqqilariga duo qilib kelasiz. Rahmat. Ko'mirni yoqib turib, suv qo'yib beraman, bu ham yonadi. Bu nima bu? Hoka. Hokani uyutib, ko'mir qilib qo'ygan. Hokani uyutib ko'mir qilib qo'ygan.